Assalomu alaykum aka. Alaykum Yana assalom. keldimmi? Yana keldingmi? Demak senga ish yo'q dedim-ku. Bor, ketaver, men bo'lgan bo'lib chaqiraman seni. Sheroz bormi? Assalomu alaykum, Mahmud aka. Musa aka. Charchamayapsizmi? aka. Ha, rahmat, ishlar yaxshimi? Yo'q, ishlayapsan, charchamay. Ha, rahmat. Hozirgi bola kim edi-ku? Bilmayman aka, 3-4 kundan beri kelyapti. To'g'risi, to'ydirardi, haydab oldim aka. Ish so'rab kelyapti o'zi. G'alati emasmi? Nima haydab o'rasiz o'zini-o'ziga? Sheppovur menmi sizmi bu yerda-ku? Siz aka? U dilorib ketgandir, chaqiring-ku u bolani. Bo'ldi aka, chaqirib kelaman, uzr aka. Ha ukam, xafa bo'lmadingmi? Yo'q. Xafa bo'lma uka. U akang shunaqa jicha asabiyroq uka. Bu yerda shep bormayman uka. Kimni ishga olish, kimni olmaslikni men hal qilaman uka. Lekin omma bu yerda senga ish yo'q uka. Siz bu yerda uka. Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa,